Assalamu alaykum kichik do'stlar. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bugun do'stlar Hümeyra bilan biz sizlarga oddiy bir ritm o'yini sunamiz. Bu uyda o'tgan ta'til vaqtinglarda akadlaringlar bilan, ukallaringlar bilan, yoki opanglar bilan, dadanglar bilan bu ritm o'yinini o'ynasanglar, shundoq ko'ngilli vaqt o'tkazalaysizlar. Bu ritm o'yini o'ynash bilan sizlar ham shundoq ko'ngilli vaqt o'tkazalaysizlar, ham bu ritm o'yini sizlarning asliy qobiliyatini o'stirishga foydasi bo'ladi. Bugün sizlerle bu ritim oyununu sunmakçıman. Birlikte oynayımız. Bu da hakikitimde şunda olmak bir ritim naksı yutip koyman. Ondak bulsa bu bir başlangıç bulsun. Hep birlikte başlayalım bulamdı. 1, 2, 3. Astakla. İki kol ağzını tam tuturup. Bektiyiz kırmızı. Astakla ile başka dostlarımızın uyansın. Bak, bekle kılmaksız. Hümeyraga o'xshash qas chiqaramaydiganlar. Bu harakatni qilib qo'ysanglar bo'ldi Hümeyraga o'xshashsa.
Bugün şirik bolsun. Undaq bolsa müşerni ahırlaştıraylı. Hayır hoş. Allah'a emanet olunlar. Allah'ım